Allo, aya, jo'ralar bilan cho'milsam bo'ladimi? O'zi o'tgan safar bir o'limdan qolding. Yo'q, bular akkuratni cho'milar ekan. Xo'p, mayli. Ehtiyot bo'lib cho'mil. Xo'p. Bo'ldi. Yur cho'milamiz. Men suzishni bilmayman-ku. Menda bitta zo'r reja bor. Ayang telefon qilyapti. Allo, aya. Cho'kib ketmadingmi? Xohlasam ham cho'kib ketmasam kerak-ku. Ketib cho'milamiz. Sen nima kiyiming bilan cho'milyapsan? Ayam aytdi, kiyimingni ichma dedi, shamollarkanman. Bola nima o'ynaymiz? Dostlar nimadir o'ynaylik? Bosh o'ynaylik. Davay ketdik. Tosh topar o'ynaymiz. Men otaman, sizlar topasizlar. Ay boshim. Boshqa o'yin o'ynaymiz. Allo, aya, bu yoqda ilonlar bor ekan. Voy o'lay, qayerda? Ha, u yoqda bolalar nos chaktiryapti. Voy, qayerni nosi? Toshkentda nosi. Ha, hech narsa qilmaydi. Samarqandni nosi. Ha, Samarqandniki ekan. Ha, o'ldi u ilon. Urgutni kim edi? Alo, oyi, ovozingiz past kelyapti. Hozir gromkoga qo'yib oling. Endi gapiring, oyi. Bolam, yaxshimisan? Gap bermoqchi edim. Kelinni biznikiga jo'natib yubor. Bo'ldi, tinchlikmi o'zi? Uylarni yaxshilab tozalash kerak. O'zimni kuchim yetmay qopti-da. Kichkina kelinni bilasan-ku, og'ir oyoq. Bo'ldi, oyi, bugun jo'natib yuboraman. Hamma ishlaringizni qilib berib keladi. Siz xavotir qilmang. Bo'pti. Zari. Tavba qildim. Qo'lingga nima bo'ldi? Hozir qayrib oldim, qattiq og'riyapti. Onam xizmatga chaqiryaptilar, yordamlashib yuborsin deb. Mayli. Bir qo'l bilan bo'lsa ham borib hamma ishlarni qilib beraman. Yo'q, bo'ldi, o'zim tushuntirib qo'yaman. Xavotir qilma. Ehtiyot bo'lmaysanmi-ya shunaqa kunda? Zari, bu uylarni yig'ishtirmaysanmi? Killardan ham, uyqusizdan ham to'na bo'lib ketdi naryoqda. Doktor og'ir ish qilma, qo'l siqib ketasan deganga hech qanaqa ish qilmayapman. Unaqa bo'lsa men o'zim yordamlashib yuboraman. Ehtiyot qilib tur. Shuni yuborarsiz. Ay. Burchayla qolib ketibdi. Men ishlarni tugatdim, lekin ovqat qila olmayman, aytib qo'yay. Voy, Instagramda barakali degan profil bor. Yarim tayyor mahsulotlarni do'kondan arzon, zavod narxida yetkazib berishar ekan. Voy, Fatina tovuqli popkornmi deysizmi? Kotletlari, tovuq qanotchalari, musani hamma mahsulotlardan olib kelib berishadi. Dostavka narxi ham 25 ming so'm. Shuni zakaz qilaylik. Uzoq 6-7 minutda tayyor bo'lar ekan. Zo'r-ku, zakaz qil. Mazza ekan bu, Rostdan zo'r ekan. Rosa yo'qdi, chiqqina. Voy, qo'lim ishlab ketdi. Shuni yegandan keyin qo'lim ishlab ketdi, qarang. Imkoni boricha qoch. Ushlab yo'raman. Ayol makridan falak hayrondir. Ama reaksiyasi yomon ekan lekin. Biz reaksiya kuchli, bratishki. Buyurgan. Singlim? Tinchlikmi? Tinchligimiz qiyomatga baribir qila olmaysiz. Aytavering, balki yordam beraman, balki qo'limdan kelmasa nima qilamiz? Mendagi rakunan buzilgan. Ha, shunga shunchami? Yuring, o'zim qilib beraman. Rakvina qani? Rakuna yo'q. Undan nima chaqirdingiz meni? Shunchaki. Yaxshi emas singlim. Siz meni hozir reaksiyamni sinamoqchisiz. Meni reaksiyam kuchli, qo'ying, kerak emas. Ko'raylikchi reaksiyangizni. Meni reaksiyam ko'rmoqchimisiz? Reaksiyam ko'rmoqchi o'ylasam? Jonim ham tegdan shu yer og'darish ham boshqasi ham.
tovuq nima qilyapti endi? Kimsan? Kimsan? Jimman. Ruhsan jinmisan? Ha, jimman. Hamma jinlar kulib chiqaydi chiroq ichidan, sen nima yig'lab chiqarsan? Mana shu chirog'ing ichida 300 yildan beri nossiz o'tiraman. Shunga yig'lashim bilan nima ishing bor? Tez menga 3 ta tilagingni ayt, bajaray, men ketaman. Rostdanmi? Hamsiya, tez keling, men yer ichidan jin topib oldim. Kim bu? Yer og'darib o'tiribman, tovoqchaning ichidan chiqdi Hamsiya. Rostdan. Ha? Tilagingizni bojam. Hamsiya nima tilak bildirsam ekan, ha? Kakrasda bitmagan ishlaringiz bormi? Ha? Ana shular tilim bitirib beradi. Tilagingiz avval. Yer jigarni sug'urib olyapti Hamsiya. Bitmagan ish o'zingizni bitiring, ustingizga bir kiyim bosh oling. Nima yeri ham? Ey. Axay, bitmagan ishim shu yerda hozir. Og'darib bering, qani keyin o'ylab ko'ramiz qolganini. Men yer og'darib bo'ldim. Ikkinchi tilakni ayting, faqat meni aloqador bo'lmasin. Bitta направлениyadan bitta tilak bajaraman. Понятно? Ikkinchiga nima tilasam ekan Hamsiya? Ey, mana ayting. Bitta zo'r tilagim bor. Sizga ham yo'qadi u tilak. Jini men topdim-ku. Bitta ayting, tamom, qaytib aytdim. Hamsiyachilik boring, bitta ayting siz, uchinchisini men aytaman. Hamsiya qanday? Ko'ryapsizmi tilagimni? Qanday? Kalang istaydi, men siz shunday ekan nima qilaman? Aha, nima qildim? Aga shuni aytsak, ikkita aytmaysizmi buni? Uchinchi tilagga bildiring, tamom. Qanday bu ikkita bir xil shartni qilmay, ana tilak qilmaydi-ku bu. Ey, nima qilsa shuni qiling. Men tilagimni bajarib ketdim. Sog' bo'ling. Menga qarang qanjin. Uchinchi tilagim darrov-ki, Hamsiyani yondagi opadan taqila olmayman. Umuman imkoni yo'q. Boshqa narsa. Bo'lmasa uchinchi tilagim Hamsiyani yondagi yo'q bo'lib qolsin. Siz g'irt qo'yizbek ekansiz, ha? Nima unday deyapsan? Hamsiyangizni ko'rib bilmay o'tiribsiz. Sani nima ishing bor? Tilak bajar, tamom. Короче, men yemagan qozonda qaynasin. 1 minutda ish hal. Mana. Hey, men tilagim qani? Hozir Ismat Churun bachasini borib so'kasan, keyin seni uradi. Urgandan keyin yaxshigina pul undiramiz. Tushundingmi? Xo'p, bilan dada. Ey chuvacha. Yana keldi bu. Hasan birgami? Uqvel bitirsa. Yo'lon ket. Hasan buzma meni. Ey sen dadang ham qo'rqoqdi. Ana shu gap o'tib tushdim. Dada. Ha, chorini yetmay nurdim. Ha, boshqa odam yo'qdimi o'sha? So'kdi-da menga. Abi yozib beradi endi u. Yur qani? Bachamni birimish uribdi. Jigari sirroz bo'libdi. Doktorlar aytish bo'yicha bittasini kesib tashlagan. Ko'zga urdim-ku men. Qanday jigaringizlar ko'zga ursa? Oyog'ini operatsiya qilmasa bo'lmaykan. Qanday oyog'ini operatsiya qiladi? Ko'zga urdi. Menga qara. Yo doполнительный pochga qo'yib berasan. Yo 10 ming dollar pul berasan. Mana terpilani urdingiz. Endi bular boqasiz. Erta Rossiyaga ketasan, tushundingmi? Rossiyaga ketasanda tez paydan bularga pul uzatib o'tirasan. Tez pay? Ha, nima u? Programma Rossiyadan O'zbekistonga pul uzatsa bo'ladi. Play Market App Store'da bu. Tushunding? Undan tashqari kommunal to'lovlarni ham to'lab berasan endi. Boqasan bularni bu. 4-5 oy boqasan. Ha, nima bo'ldi bizlar ishlar? Sizni ishingiz hal. Ertaga bacham Rossiyaga ketyapti. Endi sizlar Rossiyadan pul tashiydi, tez pay orqali. Tushunding? Kommunal to'lovlarni ham to'lab beradi. Svet, gaz soliqlarini. Yetadimi? Bo'ylami? Tez paydan to'laydi. Bo'ylami? Yaxshi. Ko'ngling joyiga tushdimi endi? Ha. Ismat, shu o'zing ham yoshligingda chumo bo'lgansan, ha? Og'zingdan satrasangni olganmisan? Yo'q, olmaganman. Mana endi Rossiyaga ketaman nasib qilsa. Nimaga?